Salom do'stlar. Sizlar bilan bugun dalasida yangilanishlar, kimlar kelgan, kimlar ketgan shular haqida gaplashamiz. Hozir birinchi o'rinda mana buni qarab olay. Video olinyapti. Ha, olinyapti. Video olinyapti. Mana Eder Militao va Ekitike. Eder Militaoning darajasi tushdi. 81, Ekitikniki ko'tarildi. Sariq kartali darajasiga yetib keldi. Tezliklari dahshat. Mana keyin mana qarang. Mana bu yerda pushti desak, pushti emas bu. Ishqilib shunaqa rangli boshlar kelgan. Darvozada Sevillar 84 darajada chiqibdi 2026-yil. Miles Sevillar bo'yi 189, bo'ylari saqlashlari zo'r. Endi El Carvoni degan futbolchi, chap qanot himoyachisi, tezliklari ozgina pastroq, lekin pas darajalari dahshat. 82 darajada. Bu ham qoyil. Keyin Malangsar. Speedlari ozgina pastroq, lekin taklis aynan patkat deymiz biz. Shu dahshat holatda. Bo'yi 183 bo'ladi. Mana keyin Luka Vusokovich. Bu ham dahshat, strategiyasi va taklis dahshat. Shot ham dahshat. Bu nimani? Qarang. Shoti ham, zarbasi ham yaxshi. 193. Voy, muncha baland futbolchi. Sebab Vusokovich Xorvatiyalik ekan. Super o'yinchilar kelgan. Julian Ryerson. O'ng qanot himoyachisi. Speedlari, tezliklari 83, tezlanishlari ham. Bo'yi 183, paslari dahshat. O'yinchi. Bu o'ng qanot himoyachi. Patrick Berg. Buni menimcha Bodoglimt o'ynardi menimcha. Yo, Bodoglimt o'ynamadi, uzr. Ana tezliklari mana ozgina pastroq ekan, bo'yi ham ozgina pas ekan. Strategiyasi bilan pasi, statistikasi bilan pasi dahshat holatda. Shunchaki super. Voy, mana bu bolani bilasizmi? Mana bu bolani. 84 darajaga ko'tarilgan Georgian de Arrasakate degan zo'r futbolchi. 84. Shoti ham 90, pasi ham 90, kontroli ham 90. Super darajada. Shunchaki super. Bo'yi 170 da, yana pastroq bo'yi. Keyin mana Elliot Anderson. Angliyalik. Bu ham super o'yinchi. Buni taniydiganlar taniydi. Chunki bu ham endi mashhur klublarga o'tib boshlagan. Chunki men hozir nimada o'qidim, lekin mashhur klubga o'tdi deb nima keldi. Buni endi bilmadim. Statistikasi bilan pas xuddi shunday zo'r dahshat holatda. Bo'yi 179, 180 bo'ylari. Bu demi. Bu o'rtaga hujum. O'rtaga himoya uzr. O'rtaga himoya. Mana lama ekan bu. Menimcha chap qanot himoyachisi. Chap qanot himoyachisi emas, uzr. Chap qanot o'rtaga himoya, uzr. Hujum, o'rtaga hujum. Kellamga kelmadi, uzr. Dahshat holatlarda buni ham 179 ekan. Super holatlarda. Buni voy. Igor Thiago degan futbolchi. Tezliklari ozgina pas bo'lsa ham zarbasi super. Shunchaki zarbasi super. Menimcha shuning uchun zarbasi bo'lgani uchun bo'yi ham 191, dahshat holatda 84 darajagacha ko'tarilib bilibdi, voy qoyil ekan. Mana endi ikkita yag'lit hujumchi, nagli hujumchi. Kenan Yildiz, buni hamma taniydi, Juventusning eng mashhur hujumchilaridan biri. Basasa qo'yibdi, xohlagan joyda o'ynaydi. Bus, ikki oyoqda ham tep bilaykan, uzr. Ikki oyoqda ham tep bilaykan. Mana qarang. Tezlanishi dahshat. Tezligi ham dahshat, kontroli ham dahshat, pasi ham dahshat, shoti ham dahshat, super holatda.
super holatda. Endi bu 84 bo'lishi kerak ham edi. Super o'yinchi. Kenan Yildiz. Endi Luis Suarez 12 zaman o'yinchisi bo'lgani uchun shuni chiqarib qo'ydilar. 83. Shot dahshat, speed dahshat. Dahshat holatda 83 reytingda kolumbiyalik. Super o'yinchi. Bo'yi 181 bo'ladi. Kenan Yildiz 87. Super. Keyin yana bir savol bor. Abduqodir Husanov kelmagan. Nega deganda O'zbekiston terma jamoasiga borgani uchun. Agar O'zbekiston terma jamoasi shunda o'ynamaganda, menimcha kelardi. Deymiz, deb o'ylaymiz. O'zbekiston nima emas, mana 12 zaman dahshat. Suarez o'zlari bir kundan keyin ochilar ekan. Bolalar, foydalanib olinglar. Mana undan turuvchi super holat. Hammasi 83 dan bo'lanmaydi. 82 bor ekan bitta 82 bor ekan. Hammasi 83, 84, 83, 84, 84. Dahshat. Do'stlar, mana events nima bu events? Mana aytyapman sizlarga. Qarang. 2 apreldan boshlab menimcha ochiladi. 2 apreldan boshlab. Chunki mana bu yerda aytgan, mana 2 apreldan boshlab 2026-yil 2 maygacha davom etadi. 1 oy. Roppa rosa 1 oy. 1 oyda tushirish mumkin. Mana qarang. Dream Agent Special bor. Season Pass bor. Mana Dream Agent Challenge. Mana bu menimcha onlayn o'ynaydigan. Ana bu Livilarda keladi. Season Pass mana yana Dream Agent Challenge, yana Draft, Dream Agent Plat. Bu ham delasa Livini bitirishingiz mumkin. Yana Season Pass, yana agent, yana shu. Shulardan olib foydalanishingiz mumkin. Mana qarang. Bir kundan keyin, bu 2 kundan keyin keladi. Bu aprelning 8da keladi. Bu aprelning 12sida, bu aprelning 13da, bu aprelning 18da keladi. Mana bu aprelning uzr aprelning 22sida keladi. Bu aprelning 23da, bu aprelning 28da keladi. Hammasidan foydalanib qolish kerak. Mana keyin siz tarkibingizni ko'rsating degan nimalar borda? Kommentlar borda. Shuning uchun mana ko'rsatib o'taman tarkibimni. Tarkibim bemalol ko'raveringlar. Bu Stonesga qaramanglar. Stones bu mana bu yerda bor, Jiniya bor, mana Shomurodov, Endrik bor. Bemalol o'ynay olaman. Kimlar bo'lsa ham. Mana Husanov 2 o'zbek futbolchisi bor banda. Masdan qo'rqaman, 2 ta nima full. Darvozaboni full. Masdan qo'rqaman men. Birinchi emas. Bolalar sog'lasizlar, nom bilasizlar.